Tuğanlar assalomu alaykum, amansızlarmı? Bizning Baykej kanalının görüşleri. Biz buyursa Oş yergesinde 10 adırga gelip aldık ayradan. Tarnalda brand boyunca buna Maqsadcan'ın aldığına gelip aldık. Tuğanlar bizge katlı alıp like'tan basıp koyuyorlar. Tarnalda brand boyunca bir sonuncu video çıkarıp berебиz. Jamgırdağı sevilip, güzel jamgır başladı. Maqsadcan assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qandaysiň de sonunda yaxşı bundan taqib ol ha. Xo'p. Yaxshi oldingmi? Şükür özüm yaxşısыңmı? Rahmat. İşlerin o'rtog'i? Sekin. Bu da pres ha buyursa. Ha, birinchi pres, beta pres bor. Buğdayimiz bor. Buğday, To'tali makkamiz bor. makka jugori. Aha. Başladık. Chiqarib ko'rsatib beraman. Bu da şu özünde görüp turganday bede pres. Hadi laf bakın. Mana Tuğanlar aramızda sonun bulup maydalab tashladi bu. Qo'ydigan qilib maydalayveradi. Qo'y boqib qo'yib turadi. Qo'y boq. Ichida setkasi, qo'y boq setkasi bor ekan. Buni olib tashlasa, molga chiqarib beradi, kattaroq. O'shunday chiqarib qo'ygan bo'lsa, molga olib turadi. Olib tashlab chiqarsa molga uradi. Bu budaydiqi. Bu buğday setkasini qo'yganmiz. Universalniy gidravlikalarimiz. Jamg'irdağı javob o'tadi, Tuğanlar. Jamg'irga qarabasdan semtan boshlaymiz. Bismillah. Budaydın. Hadi söylesin. Mana kanalda burada budayımızı daha maydalab başladı. Buna dedin artık neleri böyle kalır. Karanlığa gözümüz. Allah. Budaydı bayağı makaşak kılıp koyduk ha? Ha. Tepe holatda qilib beradi. Yo'q holatda. Makaşak kılıp maydalab turibdi. Oldu burası. Değil mi? Bu makam merdegi menen ekan ha? Ha, bunisi mardayi bilan. Buna ol makam merdegi menen salib turib hozir shuni maydalaytamiz. İnşallah. Bismillah deb turib. 3-chi gidravlikamiz. Merdegi menen savundap qaramizat. Ya bismillah. Mana bu merdegi menen Yorma holatda qilib beradi. bu Qo'yga Ötele bersa, maydan emasken bak qo'yib olayık ha, qo'yga qo'ylarni o'zlari olayık. atala qilib bersa ham bo'laveradi, yaxshi bo'ladi. Mollar. Buni ol o'shuni ham o'ta mayda olib qo'ysam bo'ladi-da negizi. Mana shuni maydaroq aka bu. Hozir bu kim biraz cho'ngroq ekan ha bu. Ha, 5lik setkaga chiqdi bu. Beshlik? Bunchi 2lik. Bu 2lik. Ha. 2lik bu 5lik setkasi. Ular ne xizmat qiladi? Bular ham mashina bilan bir xil aka. Aha. O'zi negizi bular bardig'i greli hidravlika, prosta o'sha universalniy bo'ladi. Ha, universalniy. 3 xil hidravlika bor aka. 3 xil hidravlikalar. Har xil anaqalarga beraveramiz. Misol uchun uyda mol qo'yi ko'proq bor, ozroq bor. O'shalardan qonun aytsa, o'shalarga qarab beraveramiz. Uyindagi mol ko'pligini qarab aytsangiz-a? Ha. Hozir bular janaqa to'qislar o'yida qanday bo'ladilar? To'kislar joyiga mana shu alyuminiyga ishlaveradi aka. Alyumin, ha. 170 dan 240 gacha ishlaveradi. Mana hozir
taş qancha kilogramlik bu? Yunus 6,5 kilolik. 6 kilogramlik. Va mahaviy emellar. Ha, mahaviy listan bo'lgan bo'ladi. Listan, aha. 22 ta mana bu pichoqlar bilan jihozlangan bo'ladi aka. Xo'p, turbalar o'sha qalin turbadan bo'ladi mana. Bu 180 mgachami to'q? 170 en past. 170 gacha, na? 170 dan 240 gacha ishlaveradi. 170 voltdan Avtomatlar bilan jihozlangan bo'ladi aka. Yaxshi. Bu alyuminli ya. Ha, bunisi alyuminli varianti. Ushul qancha so'mayapti ushul? Bunisi 17 ming aka. 17 ming so'm bor. Dastavkasi bilan. Qirg'izistondan barcha yerinde rayonlarga, sentrlarga bekar. Dastavkasi bekar. 17 ming dedingmi? 17. 17 ming. Aha. Xo'p, endi bu yerda 18 mingligim bor aka. 18 mingligi bor. 1000 so'm raznica ol. Qanday raznica beradi 1000 so'm? Ortga ko'rsataman. Aha. Ko'raylik. 1000 so'm ayirmasi bor ekan. Tornado brendda bu. Ha, buni olib ko'rgan azg'an tishlari 5 ta ekib kelgan. Ketkalari. 2 setka bo'ladi. Mana dumbilni chiqardi, unda bug'doy chiqardi. Bu da biraz yidiroq, bu da o'tala maydalab qo'yotgan, Mana bunisi qo'y setka bo'ladi ekan. Ha, bu qo'yga oyoqlashtirilgan. Jana birinchi tartib qo'samandı. Buni olib tashlab chiqarsa, molga chiqarib beradi katta. Buni olib qo'ygan bo'lsa, mollarga bo'laveradi. Ha. Endi buni farqi aka mana bunisi zavodskiy Jilovskiy mahallida bo'ladi. Jilovskiy mahallida. Aha. Bu ham alyumin motor. Bu ham Bu alyumin. ham 170 dan 240 gacha ishlayveradi. 170 dan 240 gacha ham bo'laveradi. Ha. To'qlov janavi qanday yerda? Bu o'sha aytishayotgan 10 kilo 600 lik. 10 kilogram og'irligi. Aha. Shturbalari qalindan bo'ladi aka. Buni dastavkasi bilan 19 ming qiladi. Qirg'izistonning dastavkasi bilan общий barliq rayonlarga, sentrlarga Ha, 19 ming qiladi. 19 ming so'mdan olib beradi. Dastavkasi bekor tuganlar. Endi Zakaz berasizlar. 3-turli variantim xuddi shunaqa bo'ladi. Motori medviy bo'ladi. Buniki qanday motori? Buniki alyumin. Alyumin bo'ldilar. Yerki jez. Buniki ziz bo'ladi. Jez motor. Ol qancha vaqtchasi? Aqchasi 22 ming. 22 ming. Motori jez 4 kilovatli bo'ladi. 4 kilovat. Aha. Uni 190 dan 250 ga tushadi u. 190 dan 200. Balandroq joylarga tavsiya qilaman. Endi misoli buning garantiyani va ishlagan garantiyalari motorlarga 1 oy yetib borgandan keyin. Motorlarga borgandan keyin 1 oygacha garantiya buyurasiz. Tish, pichoq, suvarka joylarga 6 oy garantiya beraman. Suvarka, tish qolgan ishlarida 6 oygacha garantiya. 6 oy ichida bilan so'p bo'lsa, jo'natib yuborsa, yangilab qaytarib jo'natib yuboradi. Hozir men bilganda negizli bu ko'pdan beri Qirg'izistonga chiqib ishlab o'tadi negizi. Anan shugacha bunday jalb bo'lmadi-ku? Yo'q, jalbapalda bo'lgan yo'q. Xudoga shu vaqtgacha. Lekin yana bir narsa aytib qo'yay, agar bizdan uzoqroqda yo Bishkek, Ashar taraflarda bo'lsa, bu yerda Qorasuv bozoridan katta yuk mashinalari bor. O'shalardan chiqarib yuboraman. Sentrdan boradigan pitagini olib olishadi. Olsiroq shaxtarga Bishkekni qostini. Agar 100 kilometrgacha bo'lsa, o'zim tashlab beraman o'sha atrofiga. 100 kilometrning tekeragi bo'lgan bo'lsa, aylanasi. Sen o'zing olib borib tashlab beraman. Andan olsiroq bo'lgan bo'lsa, yuk tashib turganlarga solib o'tgansan. Yaxshi qilib. O'shanda 17 ming, 19 ming, 22 ming. 22 ming so'mdan bo'ldi ekanda. Bir ele shul ko'rinib turgan emasi, bir ele dravilka, biroq o'shol 3 turli emelari bor. Mana universalniy cho'pda qirqib o'tgan, mana budaylarda büt bardığın sonunu maydalab, mana makenin mardagi menen gördüңүздөр, o'zingizlar sonunu maydalab berdi. Tayyorganda ham tegirmenga aparbaylar, tegirmenga aparib, Aha. Daha qanday qo'shimcha so'rovlaring va emalaring bor, so'zlaring bor bo'lsa aytib qo'y. Videomizni jinqaymiz biz. Qanaqalari menda aka shu dravilka olishda yaxshiroq vaqtdan yaxshisini olishsin. Hozir misoli sana zakaz qilsa, qancha kunda tayyor qilib berasan? Uzog'i 5 kun. Eng uzog'i 5 kunda buyursa, uyga borib qoladi. Uzog'i 5 kunda. Endi buyursa hozir ham mana sezon biraz jo'g'roq mezgil hozir ham. Dağı erteng avgustdan başlayıp jaylardan mallar gelse qayrala sezon başlayıp. Sonun qılıp tuğanlar özüңüzдөр mına Maqsatjanга çalыңızlar, adresni ayttık, oş Onadırda. Özüңüzдөр eger gelip uşul jerinden gelip dağı özüңüzдөр görseňizdir bolot. Sonun qılıp özüň telefonda öz dağı yaxşı qılıp tushuntirip beresiň. Ha, tushuntirip berabik, kelişim otuzda lekesinde beraman. Aha. Buna tuğanlar özüңüzдөр dağı gelip görüңüzдөр. Konsultasiya alıp turup buna bağlarını ayttık, 22 ming, 19 ming, 17 ming den eken. Biz buyursa mına uşinti videomizni jintiqtayız. Eger kim şunday
Dravilka izlep yürgen bolsa uşul Tornado Dravilkasını sizlerge sunuştayız. Barыңızдар sağ salamatla kalыңızlar.